Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Zohidullo shopping o'tamiz. Andijon, Xo'jobod mol bozoridan qo'ylar narxlarini so'rab o'tamiz. Katta, kichik, qo'chqar, soliq, qisir, qo'zicha qilib hammasidan ko'rsatib o'tamiz. Bu videoni oxirigacha kuzatib oling, like bosib obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani boshlashni so'raymiz. Bugun hafta kuniga, shanba, sanamiz 6-iyun 2026-yil. Telegram kanalimiz bor, shog'ullanadi biz yozmani chiqarib qora otirasim bor, dehqonchilikka ham, tirishlikka ham ozmoz pul yo'q qo'ygan. Tashamoqchi bo'lsalar, nega tashlasizlar, yozmoqchi bo'lsalar, shunaqa qilib yozsanglar bu kanalni topasizlar. Lotni yozuvda yozishlarga kerak, chorva narxlari chizishcha ham o'rtasiga qo'yishlarga kerak, shunda chiqadi. Bo'lmasam kommentariyaga kirib, kommentariyadan birinchida har bitta videomizni, shu videomizni kommentar turadi. Bosib o'tsalardan bo'laveradi. Qani bo'lsam boshlardik, shu qo'shqonlarni. Gap olasizmi? Ayri ziynatli bo'ladi. 25 ming so'm akani gapini 25 ming so'mga tashlaysizmi? Qo'rban aka. Bering aka. Nech pulga bo'ldi? 25 kam 58. Qaysi biri? Buni oqa bor. 25 ming so'm kam 58. 5 million 800 ming so'mga 25 ming so'm kam sotildi. Qo'chqar. Nesni o'zimizga qo'chqarlardan. Zohid o'z. Nech kilo keladi aka? Taxmin 75 kilo kelam. Kelmaydi? Ha. 80 atrofida deydilar. 75 bilan 80 atrofida qo'chqar 58 25 ming so'm kamga sotildi. Assalomu alaykum. Hormay aka. Qancha so'm aka? Yaxshimisiz? Hammasi qo'chqarmi? Ha, hammasi qo'chqar. Nech puldan bermayapsiz? Ularda 23 million realniy savdosi. 23 million nechtasi? Mana shu to'rov. To'rlasi 23 million. Mana 3 million savdo qilishadi. Bu ham qo'chqar. Ha, u ham qo'chqar. Qo'zicha ham qo'chqar, unisini 3 million so'm savdosi bo'ladi. Qolgan kattalarida 23 million so'm savdosi bo'ladi. Direkkan bo'ladi. Savdogarlar beryapti. Hammasi so'ysa bo'lar ekan-a? Semiz qo'chqarlar so'yadigan tishlari ham bo'lsa kerak. Bor yana uyda. Asiro. Nomerni aytilam. 94 566 01 35. Telegram, WhatsApplar bor. Telegram bor. Uyda doim bo'ladi. Hozir 40 ta bor. 40 ta. Dehqonchilik. Ha, dehqonchi. Manzil qayda edi? Anjan chemda. Andijon, Chemda. Qiziqqanlarga uyda yana 40 ta qo'chqarlar bor. Rahmat. So'yaman deganlarga bor. Eksonga so'yaman yoki boshqa qassoblarga, qiziqqanlarga uyda 40 tacha qo'chqar bor. Yaqinda gaplashaverasizlar. Rahmat. Savdosi bo'ldimi, to'g'ri? Savdosi. Deb bo'lmadimi? Şeyde shular savdosi bo'ladi. Qaysi biriga pul beryapsiz? Bunga nech pul? 15 million. 200. 15 million 200 ming so'm jupining savdosi bo'ladi. Katta qo'chqarlar. 100 kilo keladimi shu kattasi? Ash atrofda? 100 atrofida kattasi. 15 million 200 ming so'm savdosi bo'ladi. Necha pul beryapsiz? Pul beryapsizlar? Yo'q, yetdan yapsak. Necha pul bermayapsiz aka? 7 million so'm. Tishi bor ekan? 2 tish. 7 million so'm. 85-90 kelib qoladimi? Ash atrofda? 7 million so'm savdosi bo'lyapti ekan. Qo'chqar savdosini shu bo'ldi aka. Sizniki emasmi? Ular sotildimi? Yo'q. Nech puldan bermadingiz tog'a? 16 million 800 ming so'm. Jupiga 16 million 800. 100 bilan 105 kilo atrofida qo'chqarlarda yoki 110 atrofidami? Ha, 110 atrofida. 100 bilan 110 atrofida qo'chqarlar 16 million qancha ham deyildi savdosi. Qo'chqarlar nech puldan? Bermadingiz? Alaykum assalom Zo'r. Nasılsınız? Savdosi bo'ldimi Zo'r? Alaykum assalom. 9 milliondan berishdi. Dehqonchilik ishlaymi? Tirikchilik. Tirikchilik. 9 dan savdosi bo'lgan, qo'shganga sotiladi. Qarashan qo'chqar. Pullar hammasiniki butun. Yoshlari-chi? 4 kishi. 4 ishdan shularsi ham. Zotda yurgan qo'chqar. Zotga yana bo'laveradi. Zotda
Zotda qo'shilib yurgan, yana qo'shganga bo'laveradi deyilyapti. 9 dan savdosi bo'lgan, qo'shganga sotiladi. Optimaga bo'ldimi, donaga bo'ldimi savdolar? Optimaga 9 dan, nomerni ayting. 93lik 212 qarabar 10. 93 bilan Telegram WhatsApplar bor. Andijon shahardamidi manzil? Dastlabkasini qilib beramiz, uchalasini baraga. Iloji bor dastlabkasini ham aloqa chiqarasizlar ekan qiziqqanlarga. Qo'shqonlar ham bo'lib turibdimi? Yana onda sonda ekanmi? Ko'proq novos bilan shunashadi. Hali qo'yzordan bo'lganman, foyda olmayman. 8 million 200 ga baraka yo'q shu qo'shqon. Ektish ekan. Endi bizni Endi 82 ga barakasini bersin. Hozir sotildi, barakasini bo'lsin. Mono ikkosini 14 millionga bermadik, boladan ajragan. Ikkosi. Ha, mono 6 millionga bermadik aka. Bunisi ham o'g'ildan ajragan. 4 yosh, 6 yosh. 4 yoshga 6 yosh, bunisi-chi? Bunisi ham 6 yosh. 6 yosh. 14 millionga 6 million savdosi bo'lgan. Bo'lgan savdosiga qo'shganga sotiladimi, shu pulga ham sotilaveradi? Pulusiga beramiz. Qo'shganga. Bularchi? Aka buni afg'on qo'chqar. Afg'on qo'chqarni hech pul bermadingiz? Aka buni 15 million kami bor. Savdosi-chi? $1000 ga bermayapti. 1000 dollar, 2 million so'm hozir kunda. Yana bolani-chi? 15 million kami bor. Savdosini ayting. 13 ga bermayapti. 15 baholayapti yana bolani, 13 million so'm savdosi bo'lyapti. Nechinchi bolasi, yoshi qanaqa? Aka 3-chi bolasi 6 yoshi. 6 yosh. Bolasi nima sog'liq? Qo'chqor. Qo'chqor. Bolasi qo'chqor. Yana shavg'onlarda. Qiziqqanlarga nomer aytasizmi? Qiziqqanlarga nomer aytlam. 91 91 602 77 17. Doim bo'ladi sizda. Telegram WhatsApplar bor. Manzil qayerda edi? Xo'sh, Andijon 80 metrda, Dalvarzinda. Aloqa chiqasizlar. Rahmat. Necha puldan ekan qo'ylar aka sizdan? Yerdan. Aka necha puldan sotilyapti qo'ylar? 10 million 7 million 7 dan boshlab 10 ga dur. Optimaga savdosi bo'lmadimi? Necha puldan bo'ldi? Optimaga 10 milliondan kami bor. Savdosi bo'ldimi? Bo'lgan yo'q. Yana bola bo'lib Optimaga bahosi 10 milliondan baho etilyapti. Bolalari katta olib qo'ygan. Bitektasini aka kichkina ekan, bunalar katta ekan. Yoshlari qanaqa aka? 4 7 milliondan qamalni berdim. 4 dan. Qiziqqanlarga nomer aytlammi? Ayting. 99 lik 492 82 07. Doim bo'ladi sizda. Telegram WhatsApp emaillar bor. Manzil qayerda edi? Qo'rg'ontepada. Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumanida. Rahmat. Bolalar nechtasi qo'chqar? Ko'plik qo'chqar. Qo'chqar ko'proq. Tamam. Necha pul bermayapsiz aka? Yana bolani 9 million 500. Bolasi qo'chqar. Yoshi enasimi? Yosh qanaqa? 6 yosh. 9 million 500 ming so'm bolasi qo'chqar, 6 yoshlik enasi. Alohida sotilyaptimi? Necha bermadingiz? Ushlab turibsizmi? Ber oğlum. 6 million. Beş yarımdan bo'lyaptimi? 5,5 dediniz. Ha, 5,5. O 53 bo'ldi, yozdi. 53 ga. Bunisi 5 yarim. Olindi. Bu ham sog'liqmi? Ha, sog'liq 2 yosh. 2 yosh. Semiz ekanda bu. 53 ga 5 yarim. Biroz bo'lsa bo'lmadi ekan. Qaysi biri? Bunisi. Bunisi bo'g'oz ekan. Rahmat. Sizlardan emasmi? Mana bizdan. Necha bermadingiz aka? 3 million. 3 million. Yosh qanaqa ekan buni? Yosh shekli va
Qo'ziga o'xshayapti. 3 million. Arzon lekin. Rahmat. Do'xtirga keling. Aka bormi? Tugatib yubordik hali qo'ylar. Sotdingizmi? Sotdik, ozgina mashq qoldi. Telefon ham qilishdimi? Telefon ham qilishdimi? Nasa qildi? Nima? Quvadan keldi, Manoradan keldi. Sotdingizmi? Akamiz ham qo'y. 15 tadan, 20 tadan sotdik. To'lasa bular ham akamiz ham ko'p bo'lar qo'y. Qiziqqanlarga 50-60 dan ham bo'lib turar ekan-da, sinashdan. 50-60 dan ham bo'lib turadi. Hammasi ko'p turadi. Bolaliklar, bolasizlar. Hozir bu bolaliklar. Ular bolaliklar. Bolalari yangali, kichkina. Yoshlaricha aka ular. 4 yashar, 5 yashar. 5 yoshli ekalasi. 3 ta tuqqan. Bolalarimni nima bo'lardi? Qancha hammasi? Hammasini. Keyin necha puldan bergan? Cho'lasini bermagan. Hammasiga necha pul berishdi? 70 puldan misol. Bo'ptimi aka? 73-74 atrofida savdosi bo'lgan. 8 dan kam bor. Endi bozorda oxirroqda qiziqqanlarga balki shu pulga ham berilaverar, ha? Xudo xolasa. Kelishiladi, ha? Kelishib chiqyapti sizdan aloqaga. Nomerni ayting aka. 91 067 83 94. Telegram saymonlar bor. Aloqa chiqasizlar, bolalar charchab portlashibdi. Aloqada ham sotilaverar ekan, qiziqqanlarga 5,5 kam bor deb hozir enasini aytdi. Aloqa chiqasizlar. Rahmat aka, bozoringiz bersin aka. Tog'a necha puldan bermaysiz bu qo'ylarni? Aka bu 200. Qaysi? Bunisi egizakmi? Jaydari qo'ydi. Shu ekalasi, shuni bolasimi? O'zini ham oling. Valda. Necha pul bermaysiz egizakmi? 7,5 qo'ydi bermoqchi. Egizakmi? Bolasi qaysi? Bittadanmi hozir? Yo'q, yo'q, bu bo'lay, bu bo'lay. Ha. Egizak bo'lib, ikkita bolasi hozir 7,5 ga bermadingiz. Ha, birinchi tug'ishi. Arzoni 7,5 ga. Nimaga arzon? O'ylanadi, arzon bo'lsa ham o'ylanadi, qimmat bo'lsa o'ylanadi odam. Qiziqqanga qo'shganga sotilaveradimi? Sotilaveradi. Nomerni ayting, tog'a. 94. 94 724 724 73 79. 73 79. Manzil qayda? Hozir Buloqboshi shahrida. Buloqboshi Shayx Yulduz. Telegram, WhatsApplar bormi, tog'a? Telegram, WhatsApplar bormi? Bor, ha? Yakkani necha pulga bermadingiz? Yakka bu sotiladi, 4 million 400 ga yakkani o'zi sotilibdi. Yoshmidi bu ham? Bu ham yosh, ha? Yosh, ha? Rahmat, tog'a. Bu Saidullo aka, mana bu. Qo'ylar. Tog'a necha pulga bermaysiz qo'ylarni? O'g'li 46 ga berman. 44 ga. 44 ga 46 savdosi bo'lgan. Yoshlarichi tog'a bularni? 4 yoshdan o'samiz ekan. 46 lik semiz, endi qassob bilan so'ragan bo'lsa kerak. Nariga gitsa boladan ajragan ozg'inroq. Oldingizmi tog'a? Oldingizmi bularni? Necha pulga bermadingiz? 7,5. 7,5. Bolasi qo'chqarmi? Necha puldan sotildi qo'chqarlar? Sotilmadimi? Nechtasi? Nechtasi sotildi? Ikkitasiga 5,5 11 million so'm. Yoshlari yosh ekan, ha? 2 yosh yosh ekan. 5,5 dan baraka bo'lgan, e'tiboshlari. Qaysi odam? Bo'ldi. Turjak. Bo'ldi. Optimaga necha puldan berasiz, tog'a? Haftasi mashi. Hammasini optimaga necha puldan berasiz? Bu doblaman gaplashing. Doblaman gaplashing. Qalay qolaman undan. Siz olmayman, tog'a. Pulini aytib qo'ying, siz olmayman. Pulini aytib qo'ying. Tog'alar. Ha. Necha pul bermaysiz endi bolani? 70. Bolasi qo'chqar sog'liq. Sog'liq, yoshi-chi? Siz umuman ziyoda. To'rayasiz, turavering chiqmaysiz. Qachonki o'zingiz aytmaguncha olmayman bir buni. O'chiraverasiz ekan. Necha puldan bermaysiz qo'ylarni? Abzor qilib oling. Necha puldan bermaysiz aka? Ononga 4,5 beryapti. 4,5. 4,5. 4 million so'm. Endi bolagachi? Endi bolaga 6,5 beryapti. 6,5.
Bolasi qo'chqa. Bolasi qo'chqar. Yoshi-chi aka? Yoshi enasini yoshi 5 yoshda. Necha? Boni enasi 5 yoshda. 5 yosh. Bolasiniki ham 6 yoshar, mo qo'zi. Bunisi qo'zi, bunisi ham 6 yosh, narigi 5 yosh. Qiziqqanlarga shu pulga beriladimi, kamiga beriladimi? Shuncha Qo'shganga. Nomerni ayting. Nomerimiz 90 144 47 00. Telegram, WhatsApp, emaillar bor. Hammasi bor. Doim bo'ladi, qo'ylar. Bizda bo'ladi pastda. Manzil qayda aka? Manzil. Manzil Andijonda. Shaharda. Andijon es shaharda. Qiziqqanlar aloqa chiqdi. Bizda mashhurda yurgizadi fermani. Bo'ldi. Jupiga. Ular yana hisoblab so'raganda, semiz ekanu. Qisir, semiz qo'ylar. Yoshlari yoshmi? 5 yoshli qo'ylar. 9 million 400 ming so'm jupiga savdosi bo'lgan. U degani 7 dan, 47 dan bo'lyapti. Endi qo'y suyi. Rahmat. Momoda qisirlar shunaqalar uyda bo'lmaydimi? Yo'q, uyda yo'q. Shartmasa, nomer. Qo'zilar nechta bermadi aka? Ular 4,5 dan bermadi. Sog'liq? To'qli, ha. Ikkalasi. Shu ham. Bittasi 2 yashar. Bittasi 2 yosh, bu ikkalasi hali bir yosh. 4,5 dan hammasi bo'ldimi? Ha, qo'y suyuqi. 4,5 dan. Beravermaysizmi? Qo'shganga sotiladimi? Uchalasini olganga 4,5 dan ham bo'lmaydimi? 12,5. 13,5. Nomer aytiladimi qiziqqanlarga? Nomer ayting aka. 93li, 93li 688, 688 41 40. 41 40. Doim bo'ladi sizda ham savdogarsiz. Manzil qayda? Manzil qayda? Asakada. Aka qo'zilarni hech bunday bermadinglar. Bunisini o'zini 5 ga. Bolalarini-chi? 9 ga. Uchalasini. 3 milliondan. Sog'liqmi? Qo'chqarmi emas. 3 milliondan qo'chqarlar, 5 millionga yana qo'y. Savdosi bo'lgan. Qo'chqarmi sog'lim bular? Hammasi. Necha puldan savdosi bo'ldi? Bitta mana uni bolasi bor ekanda, qolgani qo'chqar. Ikkalasi 3,5 dan 7 million savdosi bo'lgan. Cho'y 3,5 dan. Ena bolachi? 4 million 300. Yoshmi enasi? Birinchi tug'ishi. Kichikroq ekan yosh. Bu yakkachi? 3 million. Bu qo'chqar, ha? Birinchi bolasiga 4 million 300 ming so'm savdosi bo'lgan. Narigilar 3,5 dan bu 4 million so'm savdosi. 3 million savdosi bo'lgan. Nomer aytlamam qiziqqanlarga. Aytaverasiz, aytavering. 93li 579 82 28. Doim bo'ladi sizdami? Savdogarsiz. Telegram, WhatsApplar bor. Manzil qayda? Asakada. Anaqa yana bolalarim ko'p bo'lib turibdimi, yoshlari? Farzandlari? Bo'lib turibdi. Qiziqqanlar, aloqaga chiqib qo'yasizlar, qo'chqanlar ham, yana bola, yoshlari ham bo'ladi ekan. Asakada manzil. Rahmat. Qo'chqarmi sog'liqmi aka bular? Qo'chqar sog'liq aka. Aralash. Sog'lig'ini hech pul, qo'chqarni hech puldan sotilyapti. 3 milliondan kam qo'chqarlar. Sog'lig'ini-chi? 2 million 800 dan bahosi sog'liqlardi, 3 milliondan bahosi qo'chqarlardi. Kami bor. 2 oylik bilan 3 oylik sog'liqlar, ha? Qo'ylar. Sotildimi bular? Yo'q, yo'q. Sotilmadi. Mana bu sotildi aka. Necha pulga sotildi? Necha pul? 4,5 ga. Ikkalasi, ha? Ikkovsi ham qo'chqar, 4 million 500 ming so'mga baraka bo'ldi. O'zimizning mesning qo'ylari, bolalari. Bir oylik atrofida qo'shilarda. Shuni qo'yaman aka, ko'p qo'chqarchalar bo'ldi. Qarashcha kattaroq ekan. Bu degani 2,5 ga 2 bo'lyaptimi? Yo'q, 23 22. 23 ga. 1,5 ga 22,5. Shunaqa. Rahmat. Aka bular sog'liqmi, qo'chqarmi? Qo'chqar. Hech bilan bermadingiz? 8 dan olgan. Oldingizmi? Hammasini. Barakasi bo'lgan bular, sotilgan. 3 million 800 ming so'mdan. Donasi berib 4 ta bo'lyapti. Betlari ham yaxshi. 4 oylik bilan 5 oylik qo'chqarlarda. Taxminan 4 oy 5 oylik qo'chqarlar ekan, uzun ekan, gazi bor ekan. Xizmat. Mana o'sha uzunroq qo'ylar ekan. Qo'ylar sezoni, qo'zilar sezoni. Qasa boshlandi. Ko'p. Necha puldan berib yuborasiz? Yo'q, o'g'lim. Tamam. Bermadingiz aka? 23 dan berdim.
Soni bu yerda 5 ta bo'lyaptimi? Ha, 5. Hammasi sog'liq. Hammasi 2300 dan. 2300 dan bemalol. Mesni qo'yiladi bolalarım. Qaraverdik. Qaydik? Qarabi, Andijonda Qarabelsa. 2300 dan. Kechki bozorchi beraverasizmi? Aka 2,5 dan beraman, bo'ladigan. Telefon qilishaversin. Ha, bemalol. Nomerni ayting. Mo'mar 93lik 93lik 784 784 87 87 67. Telefon qilganga 2300 dan sotilmagan. qo'ylardan beraman. Ikkinchi kun. Yana shunaqa bor qo'ylar. Qo'zi sog'lom ular ham? Sog'lig'i ham bor, qo'chqari ham bor. Xohlagan sog'lig'ini, xohlagan qo'chqon olaveradi. Donaga ham, optomaga ham sotilaveradi. Otasiga ham beraman. Dehqonchilik, tirishchilik. Tirishchilik, ha? Tirishchilik. Nomer Telegram, WhatsApplar bormi? Telegram, WhatsApplar bormi? Bor, ha? Bor, nomer bor. 2300 dan. Necha olyapti bular, aka? 2,5 oylik bilan 3 oylik atrofida qo'zilar. 2300 dan bozorda savdosi bo'lgan. Hozir lekin pastroq bo'layotgandi, to'g'rimi savdosi? Hozir 2300 dan berishmayotgandir. Yo'q. Hozir. Keyin ajabli zotlar qo'ydi. Zotlar qo'y. Endi просто halol bo'lmagan. Halol. Hozir bularga sut shartmasa, sut shartmasa, qanaqa qo'yiladi? Ha, endi. Ha. $1,000 dan olingan qo'ydi bollarini endi adriga berilgani uchun menimcha yaxshi raqib bo'lmagan. Shunaqa. Qaro zo'r bo'lmagan. Lekin menga ham yoqdi qo'ylar. 2300 dan pul bo'lgan olardik. Hozir pul yo'q. Ularga qo'ylarga. Akamiz aloqaga chiqasizlar.